Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism. 156-cı bab. Avratni muhofazat qilishga ko'ngil bo'lish to'g'risida. 723-ci, 724-ci hadislar. Jabir radhiyallohu anhudan Ka'ba bina qilinganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abbas tosh yetkazishga boshladi. Abbas radhiyallohu anhu Rasulullohga: "Ey qarindishimning o'g'li, ishtiningni, kiyimingni toshdan saqlab, mo'rangga yana birda gazningga qilib olsang bo'pti ekan" dedi. Rasululloh shunday qilib tosh to'shish jarayonida hushidan ketib, yiqilib tushdi. Ikki ko'zi osmonga qarab qoldi. Ondan o'rnidan turib, "Mening kiyimim, mening ishtinim" deb kiyimini o'z oyog'iga chekdi. Shuningdan keyin yalang'och ko'rilib boqmadi. 725-ci hadis. Misvar ibn Mahramat radhiyallohu anhudan men bir chog'da ig'ir bir toshni ko'tarib ketyapsam, ustimdan kiyimim tushib ketdi. Men uni elib kiyishga qodir bo'lolmadim. Men shu holatda toshni o'z bilan olib borsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ko'rib ma'mundoq dedi: "Sen berib kiyimini elib kiyib olgin. Sizlar yalang'och ma'murlar." Muslim, Abu Davud. 157-ci bab. Kichik tahorat qilgandimi pardalanish to'g'risida. 726-cı hadis. Abdullah ibn Ja'far radhiyallohu anhudan bir kuni Rasululloh meni orqasiga mindirib, menga bir hadisni so'zlab berdi. Men bu hadisni hech kishiga so'zlab bermayman. Bu ilmni yoshirish hisoblanmaydigan narsa bo'lishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hojat uchun pardalangan narsaning suyunliklari binodan iborat egiz joylar yoki tom yoki qo'rin bosalliq edi. Shuning orqasiga o'tadi. Ibn Majah 344-ci hadis, Muslim diska 517-ci hadis, Ahmad, Abu Davud sahih. 158-ci bab. İslamning dastlabki mezgillarida jinsiy munosabat qilish, ma'ni chiqmoqchi g'usl qilishni vojib qilmaydi. Ondan keyin bu amaldan qoldirilib, jinsiy munosabat qilish bilan g'usl vojib bo'lgan bo'ldi degan to'g'risida. 727-ci, 28-ci, 29-ci, 30-ci, 31-ci, 32-ci, 733-ci, 734-ci hadislar. Abu Said, Abu Ayyub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: "Haqiqatan suvni iste'mol qilib yuyinish, ya'ni ma'ni chiqqanda bo'ladi." Muslim, Abu Davud, Ahmad, Nasa'iy, Ibn Majah to'plagan. Bu sahih. Mansukh, sahih hadis mansukh, ya'ni amaldan qolgan kuchga ega emas. Kuchga ega hadis bo'lsa, xatna qilinadigan joy bilan uchrashsa, ya'ni ikki avrat uchrashgan amon g'usl qilish, yuyinish vojib bo'ladi. Kishi ayolining chatirqida o'ltirib, tirishchanlik qilgan amon g'usl vojib bo'ldi degan sahih hadislardir. Shunga Abul A'la xuddi Allohning kalomi Qur'onning ba'zini amaldan qoldirgandek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari ba'zini amaldan qoldirib mansub qiladi degan. Bu babning hadislari amaldan qolg'achqa bir hadisni tarjima qilib qolganini qo'yib qo'ydim. Asosiy mazmuni ma'ni chiqmasa g'usl qilmay kichik tahorat qilish edi. Bu amaldan qoldi. Tövanga qarang. 159-ci bab. Suvni iste'mol qilib yuyinish. Suv, ya'ni ma'ni chiqqanda bo'ladi degan hukm amaldan qilib, xatna qilinadigan joy bilan uchrashsa, ya'ni ayol ikkisining avrati bir-biri bilan uchrashgan amon g'usl qilib yuyinish vojib bo'ladi degan to'g'risida. 735-ci, 736-cı hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Her kishi ayol kishining 4 shaxsisi, ya'ni put-qo'llari orasida o'ltirib, jiddiy harakatga kelib, tirishchanlik ko'rsatsa, garchi ma'ni chiqmasimi, g'usl tahorat vojib bo'ladi." Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'iy, Ibn Majah to'plagan sahih. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Haqiqatan suvni iste'mol qilib yuyinish, ma'ni suvi chiqqanda bo'ldi degan belgilama islomning tunji mazgilida ruxsat qilingan edi. Keyin uningdan cheklandi. Ya'ni yuqorida o'tib ketgan kuchga ega belgilama yo'l qo'yildi." Tirmiziy, Abu Davud, Darimi to'plagan sahih. 737-ci hadis. Abu Musa mundaq deydi: Bu masalada kishilar ixtiloflashib qilib, ansarlar g'usl qilib yuyinish faqat ma'ni etib chiqqanda bo'ldi dedi. Muhojirlar undaq emas, balki ular bir-biriga aralashib, ikki avrat bir-biriga surkashgan amon g'usl qilib yuyinish vojib bo'ldi dedi. Ondan men bu masalada sizlarga shifoliq javob olib kelay deb Oysha radhiyallohu anhaning qashiga kelib: "Ey mu'minlarning onasi, men sizlardan bir masala so'rashni iroda qilib, oyoqqa tortinib qoldim" desam, u menga "Seni tuqqan onangdan tortinmay so'ragan masalalarni mendan tortinmay so'ravergin, chunki menmi sening onang bo'laman" dedi. Chunki Qur'onda ular onanglardir deyilgan. Ondan men nima qanday ish g'uslini
vacib qiladi desam, u mundaq deydi. Sen ishonchlik to'g'ri xabarning to'g'ri javob berishning ustikisan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Her kishi ayol kishining to'y shaxtisi, ya'ni put-qo'llari orasida o'tirib, jiddiy harakatga kelib, tirishchanlik ko'rsatsa, erning avratining xatna qilinadigan joyi, ayol avratining xatna qilinadigan joyidan o'tib ketsa, yana birda bir-biriga tegishgan aman ma'ni chiqmasimi, g'usl qilib yuvinish vojib bo'ladi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan shunday qilib g'usl tarit olgan edik." Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, Tabrani, Shirazi to'plagan. 738 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir kishi Rasulullohdan er kishi ayoli bilan birga bo'lib, ondan maqsad yetolmay so'yishib qolsa, ya'ni ma'ni chiqmasa, ularga g'usl qilib yuvinish vojib bo'lamdi deb so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga ishorat qilib turib mundaq degan: "Men ma'u ayolim bilan, ya'ni Ayşe bilan shunday qilib, ondan g'usl qilib yuvinamiz" dedi. 160 bab. El-vudu mimma mesetin nar. 739, 740, 741 hadis. Ebu Hureyre, Ayşe radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "O't tekkan narsadan tahorat edinglar." Ahmad, Muslim, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu hadisdan tuga, kala go'shtlarini yesa, kavob yesa tahorat sunadi. Tahorat oladi degan hukm chiqadi. Ammo Abu Davud, Nasai to'plagan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxirgi ishi tahoratni almaslik bo'ldi degan bor. Ya'ni bu hadis mansux, kuchli emas. Kuchli ish bo'lsa, go'sht yesa, kavob yesa tahorat sunmaydi. Tahorat almasimi bo'ladi degan bo'ldi. Abu Davudning Muslimning sharihisidan Nasai'dan olindi. Tövanga qarang. 161 bab o't tekkan narsadan tahorat elishning amaldan qolganligi. 742 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'yning tog'i go'shini yeb, tahorat olmayla namoz o'qigan edi. Terlik kelgan edi. Mana bu kuchligidir. 743 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'yning go'shini yeb, ondan suv ishlatmayla tahorat olmayla namoz o'qigan edi. 744, 745 hadis. Amr ibn Umayya radhiyallohu anhudan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'yning tovoq go'shidan pichoqni kesib yeganligini, ondan namoz azon to'g'rinib qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning go'shni va go'shtga soqqan pichoqni tashlab namozga berib, ondan tahorat olmay namoz o'qiganligini ko'ribdi. Buxoriy, Muslim. 746, 747 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Maymunaning yanida qo'yning tovoq go'shini yeb, ondan tahorat olmayla namoz o'qigan ekan. 748 hadis. Abu Rafi radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men shuningga guvohlik beramanki, haqiqatan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'yning qo'siq go'shini kavob qilib bergan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningni yeb, ondan tahorat olmayla namoz o'qiyverdi. 749, 750 hadis. Ibn Abbas Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sut ichib, og'zini chayqab mundaq degan: Haqiqatan sutning qaymoqi yig'i bor ekan. Shuning uchun og'zini chayqagan. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah, Tirmizilar to'plagan. 751, 752 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiyimlarini kiyib namozga chiqqanda Rasulullohga go'sht va non hadiya qilindi. Rasululloh uningdan 3 luqma yeb, ondan suv ishlatmayla, tahorat olmayla kishilarga namoz o'qib bergan edi. 162 bab. Tugi go'shti esa tahorat elish to'g'risida. 753, 754 hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qo'y go'shti yesak tahorat olamdiq deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar xohlasang tahorat ol, agar xohlasang tahorat olma dedi. U kishi tugi go'shti yesak tahorat olamdiq deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tugi go'shtidan tahorat olasan dedi. U kishi qo'yning qo'tallarida namoz o'qisa bo'lamdi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ldi dedi. U kishi tugining qo'tallarida namoz o'qisa bo'lamdi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q bo'lmaydi dedi. Barra'i radhiyallohu anhudan Jabir ibn Sumrat radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Tugi go'shini yeganda tahorat edinglar, qo'y go'shidan tahorat olmasanglarmi bo'ladi. Qo'yning qo'tallarida namoz o'qiyveringlar, tugi qo'tallarida namoz o'qimanglar. Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Ibn Majah, Muslim to'plagan sahih. Hikmat Alloh va Rasululloh bo'lsin iborat. Bu sahih hadisdan Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Saq ibn Munzir, Ibn Xuzayma qatorliqlar tugi go'shini yesa tahorat sunadi, tahorat oladi dedi. Jumhur olimlar 4 xalifa Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ubay, Abu Dardai, Abu Talha, Amir,
Ebu Umame, Cumhur tabi'illar, Malik, Ebu Hanife, Şafii rahimahullahlar tüy go'shini ise tahorat sunmaydi, tahorat almaydi degan. Dalili o't tekkan narsadan tahorat elishni tark etish. Ichki ishning oxiri bo'ldi. Ya'ni tahorat elinmaydi. Tahorat elish kuchuk emas. Bu doiraga tüy go'shim kirdi dedi. Bu hadisni Abu Davud Nasai to'plagan. Sahih. İmam Nevevi bu hadis am, tüy go'shidagi hadis xos. Xosga amal qilinadi dedi. To'g'risini Alloh bildi. Vallohu alam. Tüy go'shidan tahorat olsa to'smanglar. Olmasa u to'rt xalifa tabiinlar, üç imamlar yo'lda mangan bo'ladi. So'z qilmanglar. Müslüm'ün şerisinden elinde. 163. bab tahareti barlıqıga şeksiz işengiç kişi qo'rsqi qo'ldirilib tahareti shak qilib qolsa, tahareti sunganligiga şeksiz ishenganga qadar shu tahorat bilan namoz o'qiyversa bo'ladi deganning dalili. 755. hadis. Abbadning tog'asi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir kishiga namoz ichida bir narsani topgandek, ya'ni tahorat sunganmikin deb xayol qilinsa, qandoq qiladi deyilganda, Rasululloh mundoq degan: u ovozni anglamaguncha yoki puroqni ko'rmaguncha namozdan qaytib ketmasin. 756. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: biringlar qo'rsqida biror narsa topsa, ya'ni ko'rkirgan ovozni his qilsa, biror narsa chiqqan yoki chiqmaganligini bilishda mushkul bo'lsa, ovozni anglamaguncha yoki puroqni ko'rmaguncha masjiddan chiqib ketmasin. 164. bab. O'zi o'lgan o'likning terisining ashlash bilanla paklanishi to'g'risida. 757, 58, 59, 60, 61, 762 hadislar. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deydi: Maymuna radhiyallohu anhaning qo'liga bir qo'y sadiqa qilindi. Keyin bu qo'y o'zi o'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u qo'yning yonidan o'tib, nima uchun uning terisini so'yib elib olmadinglar? Uni ashlab, pishiqlab, ishlab, pokizgandan keyin uning bilan foyda-manfaat oladinglar emasmi dedi. Ular o'zi o'lgan maynat dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqatan o'zi o'lgan o'likni yeyish harom qilindi, lekin terisini iste'mol qilish halolda dedi. Ahmad, Buxoriy, Muslim keyingi 4 kitob to'plagan sahih. 763, 764 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan edim deydi. Teri ashlansa, pishiqlansa jazman pok bo'ladi. Muslim, Abu Davud. 765, 766 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deydi: biz mag'riblik chog'da biz bilan billa berberalar, majusiylar bor edi. Bizga ular bo'g'izlagan qo'yning go'shti kelib qolsa, biz ularning bo'g'izlagan narsalarni yemaydik. Bizga ular teri to'lin elib keladi. Ular uningga suv va o'zlarining go'shtlarini, yog'larini oladi. Biz ular elib kelgan teri to'lin to'g'risida Rasulullohdan so'rasak, Rasululloh terining pok bo'lishi uning ashlanishidir dedi. Ya'ni uni ashlab ishlasak pok bo'ladi. Agar ashlaqlik bo'lsa, yeyimiz xolos. 165. bab tayammum to'g'risida. 767, 768 hadislar. Aisha radhiyallohu anha mundoq deydi: biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarga chiqdik. Biz Bayda degan joyga kelganda mening marjon gilobkom uzilib tushib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni izligicha turib qoldi. Kishilarmi bilib turdi. U joyda suv yo'q edi. Ular bilanmi suv yo'q edi. Andin kishilar Abu Bakrning yoniga kelib, Aishaning qilgan ishiga qaramamsan, u gilobkomni izlayman deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kishilar bilan bilib turg'izdi. Bu joyda suv yo'q ekan, ular bilanmi suv yo'q edi dedi. Andin dadam qashimga keldi. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshini yo'tama qo'yib uxlab qolgan edi. Dadam menga sen gilobkomni izlayman deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kishilar bilan bilib turg'izding. Bu joyda suv yo'q ekan, ular bilanmi suv yo'q tursa deb menga taqdan qilib ko'p qildi. Qo'li bilan bilimni mutab noqishga boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshini yo'tama qo'yib uxlab qolgachqa u meni qilmadi. Rasululloh uxlab qo'yqanda tahorat olgan suv yo'q bo'lib qoldi. Ondan Alloh taolo tayammum qilish oyatini nozil qildi. Ular tayammum qildi. Biz yo'lga chiqish uchun tuguni qo'zg'ab, gilobkomni men o'ltirgan tuguning ostidan topdik. Usayd mundoq dedi: Alloh taolo sizlarga yaxshi mukofotlar bersin. Bu sizlarning baxtinglarning tunisi emas-ku. Alloh bilan qasamki, sizlarning sabablaridan biror oyat nozil qilinsa, Alloh taolo o oyatda sizlarga chiqish yo'li osonlik qilib berdi. Musulmonlarga barakat qilib berdi. 769, 770 hadis. Abu Musa ibn Ömer'ge ey Abu Abdurrahman, qani deb baqqana, bir kishi junub bo'lib qolib, bir oygacha suv topolmasa, namozni qanday qiladi dedi.
İbn Ömer gerçi bir aygacha suv topolmasimi tayammum qilmaydi dedi. Ebu Musa undaq bo'lsa agar suv topolmasanglar pak tuproq tayammum qilinglar degan sura Maidaning 6-oyat qandoq ish dedi. İbn Ömer agar ularga bu oyatda tayammum qilish ruxsat qilinsa, ularga suv bekrak muzlab ketsa-mu, tuproqda tayammum qilish mumkin dedi. Ebu Musa sen Ammar radhiyallohu anhuning mundaq degan anglamadingmi? Rasululloh meni bir hojatga avatdi. Men junub bo'lib qolib suv topolmay turib yumlab namoz o'qigan edim. Keyin bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlab bersam, yana birda bir kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qishig'iga kelib, men junub bo'lib qoldim, lekin yuyinadigan suv topolmadim dedi. Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga, sening esingda yo'qmi? Biz bir qatim safarda birga bo'lgan edik. Sen suv topolmay namoz o'qimagan eding. Men to'pib yumlab namoz o'qigan edim. Keyin bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlab bersam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqatan sen mundaq qilishing kifoya qiladi deb ikki halqinni zimonga urib tutib, ondan sol halqini bilan o'ng qo'lini, halqinning dumbisini, yuzini va ikki qo'lini silgan edi. Yana bir xotirda ikki qo'lingni zimonga urib tutib, ondan yuzingni va ikki qo'lingni silishing kifoya bo'ladi degan bor dedi. Ibn Umar Umarning Ammarning so'ziga qanoat qilinganligini ko'rmadingmi dedi. Buxoriy, Muslim. Amniyatda suv topolmasa tayammum qilishga nurg'un sahih hadis bordir. 771-772 hadislar. Ammar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qishig'iga kelib, men junub bo'lib qoldim, lekin yuyinadigan suv topolmadim dedi. U namoz o'qimay tur dedi. Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga, ey mo'minlarning amiri, sening esingda yo'qmi? Biz bir qatim safarda birga bo'lgan edik. Sen suv topolmay namoz o'qimagan eding. Men to'pida yumlab namoz o'qigan edim. Keyin bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlab bersam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqatan sana mundaq qilishing kifoya qiladi dedi deb ikki halqinni zimonga urib ko'ditib, ondan halqini bilan yuzini va ikki qo'lini silgan edi. Yana bir xotirda ikki qo'lingni zimonga urib ko'ditib, ondan yuzingni va ikki qo'lingni silishing kifoya qiladi degan bor. Umar ey Ammar, Allohdan qo'rqman deganda, Ammar agar xohlasang men buni so'zlab bermay dedi. Buxoriy, Muslim. 773 hadis. Abul Juhaym radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jamal quduq tarafdan oldini qilib kelyotdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir kishi uchrab qolib salom qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomning qishig'i kelmaguncha u kishiga salom qaytarmadi. Ondan tomoq qo'lini urib, yuzini va ikki qo'lini silab, tayammum qilgandan keyin u kishiga salom qaytardi. Imom Buxoriy, Muslim kelgan hadis. 774 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kichik tahorat qilibsa, bir kishi o'tib qolib salom qildi, uningga salom qaytarmadi. 166-bob musulmon nejis hisoblanmaydi degan to'g'risida. 775 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men junub holatda Madina yo'lida sana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchrashib qolib qo'limdan tutdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan o'tirgan qadar bilmadim. Men birga o'tirishni yoqtirmay, asta sug'urib chiqib uyimga kelib yuyinib kelsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu joyda o'tirgan ekan. Menga "Ey Abu Hurayra, qayerga bording?" dedi. Men sizlar menga uchrashganda men junub edim. Sizlar bilan birga o'tirishni yoqtirmay yuyinib keldim desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam subhanalloh, haqiqatan mu'min degan nejis bo'lmaydi dedi. Buxoriy, Muslim ittifoq kelgan hadis. 776 hadis. Huzayfa radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men junub holatda menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchrashib qoldi. Men Rasululloh kelayotgan yo'ldan boshqa yoqqa burilib ketib, onni g'usl qilib kelib, sizlar menga uchrashgan chog'da men junub edim desam, Rasululloh musulmon degan nejis bo'lmaydi dedi. 167-bob har qanday chog'da, hatto junub holatdami Allohni aslab qilg'asi bo'laverdi degan to'g'risida. Ayşe radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaqtlarining hammasida har qanday chog'da Alloh taolani eslab qilib oladi. Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu hadisdan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Allohni eslaganini biz hali bildik. Hatto hojatxonaga borsa, ayoli bilan birga bo'lsa-mu, hammishida Allohni eslaydi. Hatto junub holatda Allohni eslaydi. Lekin Qur'on tilovat qila olmaydi. Junubning dilida Allohni eslashi, Allohni tilga olishi durust. Masalan, ayol ikkisi junub holatda bir-biri bilan mu'nishib, muhabbat bilanlarni qilib, tuyuqsiz Allohni tilga oladi, eslaydi. Bu durust. 168-bob. Tahoratsiz kishining bismillah deb tomoq yeyishi makruh bo'lmasdan durustdir degan to'g'risida. 778 hadis.
İbn Abbas radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarif kılıp bulup haladan çıktı. Andın tamak keltirilip ular taharet elilişleri için su keltiremlik degende mundaq degan. Hakikaten ben namaz otursam taharetim bulunsa taharet elish buyuruldum. Her qatim hacetxanadan çıkıp taharet elish buyurulmadım. Nesai, Tirmizi, Abu Davud toplanan sayı. 779. 780. hadis. İbn Abbas radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem taharet kılıp bulup haladan çıkıp geldi. Andın tamak keltirilip ular ey Allah'ın elçisi taharet elip almamla diyende Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nima uchun taharet alaman? Taharet degan namoz o'qirsam almam degan. 781. hadis. İbn Abbas radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem taharet kılıp bulup haladan çıkıp geldi. Andın tamak keltirildi. Rasulullah suyunu istimal kılmayla yani taharet almayla tamak yedi. 169. bab. Halaga kirgen çağda nemi deyiş doğrusuda. 782. 783. hadis. Enes radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacetxanaga kirgende mundaq deydi. Allahümme inni a'udhu bike minel hubusi vel habais. Yani, ey Allah, hakikaten men sizligi sığınıp, erkek ve şeytanlardan panah dilayman. Ahmed, Beyhaqi, Bukhari, Muslim, 4 kitap toplagan sayı. 170. bab, o'ltirgan oldi mugilab qolsa, taharet sunmaydi degan to'g'risida. 784. 785. hadis. Enes radıyallahu anhu mundaq deydi. Namazga takbir aytildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kishi bilan uzungacha pichirlashib so'zlashdi. Hatto sahobalarning ba'zi mugilab qoldi. Ondan kelib ularga namoz o'qib berdi. 786. hadis. Enes radıyallahu anhu mundaq deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning sahobalari o'ltirib mugilab qolganlikdan bosh tashishib ketganga qadar xufta namoziga intizor bo'lib saqlaydi. Ondan ular taharet almayla namoz o'qiydi. Abu Davud, Tirmizi. 787. hadis. Enes radıyallahu anhu mundaq deydi. Xuftan namozga takbir aytilganda bir kishi mening g'ashtim bor edi dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kishi bilan uzungacha pichirlashib ketdi. Hatto sahobalarning ba'zi mugilab qoldi. Ondan ular namoz o'qidi.